Endi bu analitika qismi edi. Kassa qismiga o'tamiz. Kassa qismida juda ham qiziq narsalar juda biza ko'p. Mana oylik negizda va foyda, ya'ni pul kiritishimiz mumkin, masalan, rasxodlarimiz, pul olishimiz mumkin kassadan, mana shularni boshqarsak bo'ladi bu yerda. Ya'ni hozir biz operatsiyalarni qo'shsak bo'ladi, ya'ni rasxodga masalan qanaqa pul kiritishimiz mumkin. Arendani deylik, masalan, hozir deylik arenda berishimiz kerak. Necha pul? Deylik $100 berishimiz kerak. Agar so'mda ishlatgan bo'lsak 1 million so'm deylik ijara berishimiz kerak arendaga, mana masalan. Qanaqa ko'rinishda kartaga ko'chiryapmizmi yoki nalicha olyapmizmi, masalan tanlaymiz. Qachon to'layapmiz va qisqacha masalan arenda uchun to'lov masalan добавить qildik mana. Ya'ni bizdan pul yechildi. Mana 100 ming so'm hozir изъятие из кассы bo'ldi, ya'ni kassadan pul yechildi. Bizda mana balansimizda 460 ming pul qoldi. Mana bu yerda masalan ko'rib borsak bo'ladi. Endi biz agar necha pul naqd tushyapti, necha pul kartadan tushyapti, ularni ham kuzatib borsa bo'ladi. Arendaga va qayerga qancha pul ketyapti ko'rib boramiz mana. Va bu yerda istoriya turadi. Kim nima uchun qancha pul to'ladi. Buni kuzatib tursak bo'ladi. Bu kassa qismi. Endi oylik qismi bor. Oylik qismida har bitta mijozni deyman, har bitta masterimizni, doktorimizni yoki deylik hovlimizni pulini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz ularga komissiya beramiz, ya'ni komissiya necha foiz bersak, deylik 50% komissiya beradigan bo'lsak, komissiyani hisoblashimiz mumkin. Mana deylik doktorga oylikni hisoblasak, shu oynikini mana masalan proshly mes qiladigan bo'lsak, hozircha hech kim yo'qligi uchun deylik mana shu yerdan shu yergacha bitta xizmat bor edi. Chiqmayapti chunki testga qo'shilgan hech narsa yo'q. Doktor Dda bor edi adashmasam. Mana doktor Dda mana bitta zapis bo'ldi, 1 million so'm pul tushgan va uni oyligi 500 ming so'm hozir bo'ldi. O'sha oylikda sразу hisoblab chiqishimiz mumkin mana. Произволен degani o'zimiz qo'lda kiritishimiz mumkin. Bu tayyor, masalan o'tgan oyniki, shu oyniki masalan ko'rishimiz mumkin. Mana doktor D va qancha pul olyapti, kimlar qancha pul olyapti. Buni o'zimiz komissiyani tuzab chiqsak bo'ladi. Masalan ichiga kirib, mana doktor Ulug'bekka masalan qancha komissiya beramiz, Registon hovlisiga qancha komissiya qo'yamiz, Sherzod Abdullayev qancha komissiya qo'yamiz, buni boshqarsa bo'ladi. Ya'ni biz qo'losimizda nechta master bo'ladigan bo'lsa, shu masalalarni komissiyani qo'shsa bo'ladi bu yerda. Endi skidkalarga keladigan bo'lsak, bizda doimiy skidkalar bo'lishi mumkin, yangi skidkalar bo'lishi mumkin. Mana hozir bizda bu yerda nogironlik uchun skidka qo'shib berganmiz 10%. Deylik, Ramazon chegirmasi uchun, Ramazon oyi uchun deylik 25% chegirma qilsak, Ramazon oyi chegirmasi masalan bu nomlash o'zimizga bog'liq. Bayram munosabati bilan bayram uchun masalan protsent yoki qanaqadir fiksal summa berishimiz mumkin. Deylik, 10% emas, 300 ming so'm berishimiz mumkin masalan bonus qaysi xizmatlarimizga masalan. Bir martalik yoki promokod bilan masalan yoki power loyalness, ya'ni bir necha kelgan masalan deylik bizning xizmatimizdan bir 10 marta foydalangan bo'lsak, 5 marta foydalangan bo'lsak masalan foydalanishimiz mumkin. Nechta masalan loyalness necha marta kelgan masalan ko'rishimiz mumkin. Promokod orqali masalan kelishimiz mumkin. Promokodlarni kiritamiz. Bu yerga promokodni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ular kelib promokodni aytadi, bilamizki u promokod to'g'ri aytdi va beramiz biz ketgani. Masalan doimiy mijozlarga berish, doimiy masalan buni berishimiz mumkin yoki bir martalik berishimiz mumkin buni. Xo'p, qachondan qachongacha deylik masalan 20dan 21-martgacha masalan davom etishi mumkin. Bu skidkamiz masalan. Nechta masalan minimalniy summa, necha pul bo'lishi kerak masalan deylik 300 ming so'm, necha so'mgacha, 3 million so'mgacha masalan berishimiz mumkin. Limit necha marta ishlatishimiz kerak masalan 5 marta ishlatishimiz kerak. Kimlarga masalan qaysi xizmatlarimizga ishlatamiz masalan buni. Deylik kunlik ijaragami, plomba qo'yishgami, masalan ulfatgami, bu yerda xizmatlar ko'rsatilgan. Qaysi xizmatlarga ishlatishimiz mumkin yoki o'chirishimiz mumkin masalan planni yoki tanlashimiz mumkin mana masalan. Mana hozir tanlangan mana. Tanladik mana. Bunga masalan, bunga mana. Masalan, если не выбран этот коэффициент специалистов, ya'ni agar biz tanlamasak edi, tanlamasak hammasiga ishlaydi. Tanlasak bittasiga ishlaydi. Masalan, bunga tanlaymiz, bunga tanlaymiz, masalan. Ko'ramiz. Bu sizning ixtiyorlaringizda. Xo'p, qaysi resurslarga foydalanamiz? Agar masalan foydalanmasak, o'chiramiz masalan aktiv, neaktiv qilishimiz mumkin masalan. Sasatni bosdik mana. Xo'p, mana bir martalik bo'ldi. Fiksing summa 300 ming so'm masalan. Deylik, bizga mijoz keldi. Mana deylik, To'raqul degani keldi. Biz unga skidka beramiz mana. To'raqulga 300 ming so'mlik chegirma beramiz mana. Bo'ldi, saqlanib bosdik. Mana. U bizga masalan kelsa 300 ming so'mlik skidkasi turgan bo'ladi. Mana.
u kelsa ko'radi skitkasini. Tak. Skitki. Задача ochdik bunga. Tak, yo'q. Mana skitkani qo'shdik. Bo'ldi. Saqlaydi. Tak, endi mana skitkalarni tushunib oldik. Ya'ni yangi qo'shiqchi statistika bosamiz mana.